deysiz hazrat? Hasratingiz. Subhanalloh. Hozir o'zim uchun tushunganim chaynab og'zimizga solib qo'yibdi aka. Aka shunchalik xursand qildingiz, rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga Alloh taolo baraka bersin. Nima bo'lganda ham savob, yaxshilik ilinjida qilgansizlar. Alloh taolo ziyodasi bilan barakot berib qo'ysin aka. Xursand bo'ldim to'g'risi aka. Alloh rozi bo'lsin aka. درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكواب